Men dori quyib yurdim, doktorga borsam garantiya yo'q dedi. Bemorimizni 20 yildan beri ko'zi yoshlanardi. Bir qancha oddiy konservativ lecheniyalar qilgan, oftalmologlar ko'ruvida bo'lgan, baribir bu kasallik to'xtamagan. Shuni hisobiga keyinchalik bizga keldi, biz ko'rdik, o'sha chap tomonlama dakrasisit diagnozi qo'yildi, oftalmologlar tomonidan qo'yildi va biz buni tekshirib, kontrast bilan tekshirib bildik, kanal yopiq. Va operatsiya qildik. Operatsiyadan keyin mana hozir почти 1 oyga yaqinlashdi. Bemorning holati ancha yaxshi. Qandaysiz xola, yaxshimisiz? Alhamdulillah, sen yaxshiman, Xudoga shukr. Bu yerlarda menga birodarim tavsiya qildi. Kelinini operatsiya qilganki, juda ham yaxshi ekan dedi. Kunlar davomida qo'rqib yuruvdi. Bugun operatsiya bo'lsin dedi, 50 yillik dedi. Garantiya yo'q dedi. Shu qo'rqib qildirmay yuruvdim. Oldinlar ha? Keyin hujur bo'lib ketadi, yomon bo'lib ketadi, borib qildirib yuboring, qo'rqmang dedi. Qanchadan beri yoshlanardi? 20 yildan oshigan desam bo'laveradi. Oxir kuchayib ketdi, juda ham kuchayib ketdi. O'shandan beri davolandim deb kelaverdingiz. To'xtamardi lekin men dori quyib yurdim, doktorga borsam garantiya yo'q dedi. Ularga borsam. Mana shu to'g'rida quyib yuboring dedi. Hozir yaxshimisiz? Hozir alhamdulillah yaxshi. Mana shu Dilshodbek sabab, Allohning izni bilan qolgan yigitlar sabab alhamdulillah juda minnatdorman. Rahmat katta. Allohga shukr, boringlarga shukr. Juda ham xursandman. O'g'limga ham maqtandim, qaromatcha ko'tarib yurmasam ham bo'lar ekan, ko'zim yosh bo'lmay yursam ham bo'lar ekan deb. Alloh yaxshi bo'ladi. Undan keyin ham yaxshi bo'lsin. Rahmat, boringlarga. Sizlarda ham, yaqinlaringlarda ham ko'z yoshlanishi bilan kechuvchi kasalliklar bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Biz buni holatdan kelib chiqib operatsiya qilib yaxshi qilamiz inshaalloh. Bizni kuzatishda davom etinglar.